Assalomu alaykum. Mana bugun Xudo xolasa preference bo'limini ko'rib chiqamiz. Xo'p, general bo'limiga qaytamiz. Appearance. Xo'p, appearance mana оформленияsi. Bu yerdan gray qilsak, mana ko'rdinglar, mana knopkalar nimalari, knopkalarda o'nni tagidagi fonlari, knopkani o'zini misol uchun minus tagidagi yumaloq fonni ichidagi rang grayga o'tdi, ya'ni rangsizga o'tdi. Xo'p, agar blue qilsak, rangliga o'tadi mana. Xo'p, use dark menu bar and dock deyapti. Agar use dark menu ni bossak, nimalarimiz qoraga o'tadi. Qop-qora bo'ldi mana. Narsalar, menyularimiz, dockimiz ham mana pastdagini dock deydi. Bu ham qoraga aylandi. Xo'p, automatically hide and show the menu bar qilsak, nimamiz, mana nimamiz, menu barimiz yopiladi, avtomatik holatda yopiladi. Xo'p, agar buni o'chirib qo'ysak, bu o'chadi. Sidebar icon size, lekin mana bu narsa, mana oknolarimizni chekkasidagi mana sidebar deydi. Mana shu narsani yon tarafdagi bar deyiladi. Mana shu narsani agarda medium qilsak, mana o'rtacha bo'ladi. Large qilsak, kattalashadi mana. Tushundinglar? Xo'p, show scroll bars deyapti. Mana bu mishkani mana burganimizda mana chekkasidagi mana chekkasiga chiqayotgan scrollda anaqasi mana tepa pastga chiqarib beradi. Hop, automatically based on mouse or trackpad deyapti. Buni aylantirganda o'zi turish kerak, chiqish kerak deyapti. Buni when scrolling qilsak, mana bu yerda mana yonboshda chiqmadi. Qachonki mishkada anaqasini bursak, mana rolligini bursak, keyin chiqyapti. Mana shu desa always qilsak har doim turadi. Tepa pastda ham turaveradi. Pastga tushirsak ham mana. Agar when scrolling qilsak ham yaxshi. Misol uchun faqatgina aylantirganda chekkasi turadi, bo'lmasam yo'q bo'ladi, ko'rinmaydi mana. Bu ham qanaqadir chiroyli turadi. Keyingisi default web browser. Bu yerda kerak emas. Default web browserda mana Safari turibdi, bu turaveradi. Ko'p joylar standart holatda tursa bo'laveradi. Eng o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan joylarni ko'rsatib o'tyapman. Ba'zi joylarni o'zgartirib, mana molarni o'zgartirib qo'ysangiz, qayerda o'zgarganini ham bilmaysiz. Xo'p, buni chiqib ketamiz. Desktop and screen saver mana. Bu yerda desktop and screen saverda biz orqa fonimizdagi, mana orqa fondagi rasmlarni o'zgartirishimiz mumkin. O'zimizga kerakli rasmni tanlaymiz, bitta ustiga bossak bo'ldi, tanlanadi. Change picture qilsak, mana minutini belgilab qo'ysak, har nimada har 5 sekundda mana yangilanadi mana. Har 5 sekundda o'zi yangilanib turadi. Buni o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Solid color kirsak, buni bitta rangga bo'yab qo'yadi mana. Bitta bir xil rangga bo'yab qo'yadi. O'zingizlarning kayfiyatingizga qarab. Xo'p, buni tanda bir fonni qo'yamiz. Bu yerdan foto bo'limiga kirsak, saqlanib qilgan fotolarimiz, misol iPhonedan kompyuterga saqlanib qilishimiz mumkin yoki tortgan nimalarimiz bo'lishi mumkin. Shu narsalarni belgilab qo'yishimiz mumkin o'zimiz rasmimizni. Xo'p, screen saver qanchadir minutdan keyin kompyuteringiz ekrani CPH rejimiga tushganda ekranda animatsiya paydo bo'lib turadi. Mana screen saverga o'tsanglar, mana kerakli animatsiyani o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu yerdan o'zingizlar mana har start after deyapti. 20 minutdan keyin boshlanadi. Bu yerdan turni tanlaysizlar. Mana buni o'zingizlar qilib ko'ringlar. Xo'p, buni orqaga qaytamiz. Xo'p, dockga kiramiz. Dock degani mana aytib o'tdim, mana pastdagi narsalar dock deydi. Ubuntuda ham ko'rdik, Ubuntuda ham mana dockga o'xshagan narsasi bor edi. Xo'p, mana size degani bor. Birinchi o'zgartirmoqchi bo'lganingiz, mana razmerini o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana kichkina qilib katta qilishingiz mumkin. Xo'p, magnification buni yoqib turib, buni small qilsangiz, mishkani olib kelganingizda mana kattalashmaydi. Agarda buni o'chirib turib, buni kattalashtirsangiz, mishkani olib borganingizda mana hozir magnification yoqiladi. Mana mishkani olib kelganimiz bunaqa bo'lyapti. Buni small qilsak, bu mana kattalashmayapti. Buni max qilsak, mana kattalashyapti. Shunaqa. Xo'p, position on screen deyapti. Ya'ni ekranda uni joylashuvi, dockni joylashuvi. Agarda left qilsak chapga o'tadi, mana bottom qilsak pastga o'tadi, right qilsak o'ngga o'tadi mana. Buni ham o'zi joylab olsangiz bo'ladi. U narsa nimada ham bor edi. Xo'p, Windowsda ham panel zadachini o'zgartirsangiz bo'ladi, Ubuntuda ham dockni o'zgartirsangiz bo'ladi, macOSda ham xuddi shunaqa. Asosan mana right, bottom, leftni ko'rib chiqdik. Keyingisi mana xo'p, mission controlni ichida bizga uncha kerak emas, bu yerda umuman kerakli narsa yo'q, standart holatda turgani yaxshi. Xo'p, language and region ichida biz mana til tanlashimiz mumkin. Bu yerdan kerakli tilni mana region tanlashimiz mumkin. Region degani joylashuvimiz, qayerdan nimalar, qayerdanligimiz.
Xo'p, first day, week, Monday. Xohlasa ba'zi davlatlarda birinchi kunimiz boshqa bo'lishi mumkin. Misol ba'zi hafta dushanbadan boshlanmasdan seshanbadan boshlashi mumkin. Shu narsani siz belgilab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, kalendar Gregorian degan kalendar turi u kerak emas bizga. Xo'p, time format 24 soatlik qilib qo'yamiz. 24 soatlik qilib qo'ysak, soat faqatgina 1 dan 12 gacha emas, 1 dan 24 gacha bo'lgan soatni misol 15, 14 larni ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Xo'p, temperatura gradusda turaveradi. Xo'p, endi plusni bosib biz o'zimizga kerakli tilda qo'shib olsak bo'ladi. Xo'p, endi shu rus tilini asosiy tilga o'tkazasanmi deyapti qo'shganimizdan keyin. Biz use English qilamiz yoki use Russian qilsak, asosiy mana bu yerdagi ingliz tilidagi narsalar rus tiliga o'tadi. Biz use English qilib qo'yamiz, bizda ingliz tili bo'lmasa qulay. Xo'p, endi keyboardimizga qo'shilyapti. Mana add input search qilib qo'yamiz. Mana rus tili ham qo'shildi. Endi klaviaturada yozayotganimizda o'zi qo'shimcha klaviaturasida chiqaveradi. Xo'p, regionni tanlab, language ni tanladik. Security and privacy kiramiz. Bu yerda asosan parollarimiz o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, pastda nima bor? Qulf bor. Agar qulf ochilmagan bo'lsa, siz bu yerdagi o'zgarishlarni o'zgartira olmaysiz. Buni ustiga bosamiz. Pользователimizga, foydalanuvchimizga kiritgan parolimizni terib qo'yishimiz kerak. Endi mana o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, login password has been set for this user deyapti. Change password qilishimiz mumkin. Bu yerdan hozir qo'ygan 1-2-3 parolimizni, hani old password eski parolni yozishimiz kerak. 1-2-3 qilib turib, new passwordga yangi parolimizni yozishimiz mumkin. 1-2-3-4. Verify qilsak, tepadagi parolni yana bir qator yozishimiz kerak. Verifyga 1-2-3-4 mana. Yangi kirilgan parolni 2 marta terishimiz kerak. Password hint deyapti. Ya'ni podskaska bergan passwordinga deyapti. U shart emas. Recommended deyapti. Ya'ni bu shart emas. Taklif qilyapti sizga, xohlasangiz qilasiz, xohlamasangiz qilmaysiz. Biz hozir parolni o'zgartirmaymiz. Bu yerda bizga boshqa narsasi kerak emas. Asosan standart holatda turgani yaxshi. Xo'p, spotlight qidiruv bo'limini misol menga kerak emas bo'lsa spotlight. Xo'p, qidiruv bo'limi mana bosganimda chiqdi-yu. Spotlight search. Mana shu narsaniki. Agar bularni kerak emaslarni olib tashlasam, bulardan qidirmaydi. Dokument bossam, spotlight bostirib qidiruvni bossam, dokument ichidagi narsalarni qidirmaydi. Bu yer standart holatda turgani yaxshi. Kerakli narsani bu joydan qidirib beradi. Xo'p, notification bo'limi. Xo'p, notification bo'limida biz mana bu yerda notificationda chiqyapti. Mana yangiliklarimiz. Xo'p, shuni nastroykalar mana shu yerda joylashgan. Bu yerda ham hech narsaga tegmasak bo'laveradi. O'zi xabarlarimiz mana kelishim kelsa bo'laveradi. O'zimiz xabar topamiz, misol FaceTime da xabar kelsa, game da xabar kelsa, biz mana ichiga kirib ko'rmaymiz, o'zimizda xabar beradi. Xo'p, display bo'limida bizga uncha katta nimasi yo'q. Display bo'limida display haqida xo'p, scale qilsak, mana scale qilsak biz o'zimiz razmer berishimiz mumkin. Endi bu yerda hozir standart holatda turaveradi, default holatda. Xo'p, energy saver. Bu endi computer sleep, energiyani saqlash bo'limi. Bu kompyuterda uxlab qolish vaqti. Mana spiash rejim o'tgandek-ku boshqa sistemalarda. Uni never qilib qo'yamiz. Okay. Xo'p, display sleep, ekranda o'chib qolishi ham. Computer sleep bilan display sleep farqi. Display sleepga vaqt bersangiz, misol display sleepga 1 minut bersangiz, kompyuteringiz monitorini o'zi 1 minutdan keyin o'chadi, lekin kompyuteringiz kullari aylanib yoniq turaveradi. Computer sleep bo'lsa, computer sleepga 10 minut vaqt bersangiz, misol uchun 10 minutdan keyin kompyuteringiz ham o'zi o'chadi. Misol siz qarang, display sleepga 1 minut vaqt berdingiz, o'chdi. Xo'p, display sleepga 1 minut vaqt berdingiz, o'chdi, lekin kompyuteringiz hali ham yoqib turibdi. Endi computer sleepga 10 minut berdingiz, 10 minutdan keyin sizning kompyuteringiz ham o'chadi. Ya'ni sleep bo'ladi. Hali o'chib ma'lumotlar shunday turaveradi. Ekranda misol kompyuter ochib qo'ygan bo'lsangiz, sleep bo'lib qolsa, yana siz kompyuter shunday turaveradi ekranda ochilgan holatda. Lekin kompyuteringiz kullilari to'xtaydi. Shunaqa. Xo'p, mana bu yerda o'zingiz vaqtingizni belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Energy saver komandasi orqali. Xo'p, keyboardlarning ichida biz bular bizga kerak emas. Xo'p, keyboard ichida bitta narsa o'tib ketishim kerak. Yani shortkatlarimizni ko'rishimiz mumkin. Mana F2 lar bor, mana bularning komandalari mana bu yerga yozib qo'ygan. Bular o'zi standart holatda tursa ham bo'laveradi. Xo'p, trackpad
bizga kerak emas. Printers bo'limi. Printers bo'limida biz o'zimizga mana kerakli printerni mana bu yerda plusni bosib, bu yerdan qidiruv orqali hop topishimiz mumkin. Asosan MacBook nastroykalari hozir mana shulardan iborat. Sounds bo'limiga kiramiz. Sounds bo'limida bu yerda mana select and alert sound deyapti. Ya'ni soundning turi bor. Men desam bo'ladi. Uzoqdan kelayotgandek ovozni nima qilish mumkin, sozlash mumkin, aks sadoga o'xshatib turib, shunaqa effektlar bor sound. Mana shu yerdan o'zgartirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda sistemani nimasi? Ovozini pasaytirib balandlatishingiz mumkin. Show mana bu mo'yan mana shunaqa narsa zvukni kattalashtirib kichiklashtirish. Show volume in menu bar qilib qo'ysangiz, mana bu yerdan menu baringizdan zvukni nastroyka qila olasiz mana. Ovozini pasaytirib balandlatib imkoniyati bo'ladi, balandlatish imkoniyati bo'ladi. Hop, output bu yerdan belgilangan mana headphone turibdi hozir, mikrofon. Kolonka ulasak mana shu yerdan ko'rinadi. Input mikrofon ko'rinadi bu yerda mana mikrofon ko'rinadi. Mikrofonda nastroykalari, outputda ulagan kolonkalar dinamika bilan mikrofonda nastroykasi outputdan dinamika ko'rinadi. Ya'ni kolonkalarimiz, naushniklarimiz ko'rinadi. Inputga mikrofonlar ko'rsatadi, mikrofonlarni ko'rsatadi. Hop, startup disk. Bu yerda startup diskda vintlarimizni ko'rsatadi. Hozir menda faqat bitta vintim bor. Bunda macOS yozilgan deyapti. Bu yerda boshqa vintlarim ham ko'rinishi mumkin. Mana hozir mana bu yerda boshqa vintlarimizni ham ko'rish mumkin. Ana shu vintni belgilab turib restart bo'lsa, shu orqali nima bo'ladi. Endi bu yerga bizga hozir kerak emas. Hop, iCloudga kirib turib biz o'zimizni iCloudimizni mana kirgizib qo'yganman, o'zimning iCloudimni biz bu yerdan iCloudimiz, misol iPhone ishlatganlar ko'proq tushunadi. Misol internetdagi disk bu. Ma'lumotlarimizni misol Yandex diskka o'xshab, Google diskka o'xshab, Google Drive bor. Google Drive degani disk degan ma'noni bildiradi. Ma'lumotlarimizni internetga saqlab qo'yamiz, kerak bo'ladi. Misol kerak bo'lganda ishlatib, ochib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana keyingi biz kerakli joyi bor, mana date and time bor. Mana bu yerdan biz mana knopkani bosib turib, parolni terib turib, biz o'zimizning sanamizni to'g'rilashimiz mumkin. Sanani belgilab turib, change Open Language and Region bossangiz bunga kirib ketadi. Bu yerda mana Aziyani tanlab qo'yasiz, Apple Asia Time tanlab qo'yasiz. Xo'p, mana bugungi preference bo'limidagi eng kerakli joylarini tanishtirib o'tdim. Xudo xolasa Mac OS'imizni oddiy kompyuterga o'rnatdik, ko'rib chiqdik, ishlatdik, oknolar bilan ishladik, papkalar bilan ishladik. Mac OS bo'yicha darslarimiz tugadi. Xudo xolasa endi keyingi darsda Windows 11 ni fleshkaga yozib o'rganamiz. Fleshkaga yozib, keyin uni o'rnatamiz. Keyin polnosti Windows 11 da juda ham katta temamiz kutyapti. Uning ichida Windows 11 ni fleshkaga yozish, uni o'rnatish, xo'p, 11 da nastroykalari bor, driverlarni o'rnatamiz. Uni уже Windows 10 da sizlar bilan to'liq nima qilmagandik. Programmalarni o'rnatmagandik. Windows 11 da ham doполнительный programmalarni o'rnatamiz. 3D Max, AutoCAD shunga o'xshagan programmalar hammasini o'rnatib chiqamiz. Xudo xolasa Windows 11 ga. Xudo xolasa Windows 11 juda katta video darslik bo'ladi. Xudo xolasa keyingi darslarimizni ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.